Bilasizlar, kadrlar asosan 3 ga bo'linadi. Общий, средний hamda крупный. Obyektivlar ham taxminan shunaqa. Общий kadrlar uchun shirik obyektivlardan foydalanamiz. Shirik obyektivlar qatoriga shu 35-40 mm gacha bo'lgan obyektivlar kiradi taxminan. Boshlanishi hammasi har xil 14, 15, 16, 17, 18, 10 mm li obyektivlar ham bor. Endi bizda hozir 14 ga 35 obyektivi. Keyingisi sredniy kadrlar. Sredniy kadrlar uchun asosan 50 dan 80 mm gacha bo'lgan obyektivlardan foydalanamiz. Hozir meni qo'limda Canon'ning 50 mm 1.2 diafragmali obyektivi turibdi. Ushbu obyektiv portretniy kadrlar uchun juda ham zo'r mos keladi. Orqani ham chiroyli holatda yuvib beradi. Detalli va uzoq masofadagi kadrlarni olish uchun Zebra deymiz, teleobyektivlardan foydalanamiz. Ushbu obyektivlar qatoriga 70 dan 200, 300, 500, 600 har xillari bor, millimetrgacha bo'lgan obyektivlar kiradi. Bu qo'limdagi Canon tomonidan 70 ga 200, 208 diafragmali obyektiv. Misol mana telefonimizda ham 3 ta kamerasi bor. Bu hamma kamerasi har xil vazifani bajaradi. Bittasi 0.5, bittasi 1, bittasi 3x. Kameralarda ham xuddi shunaqa, faqat telefondan farqi bunda syomniy, ya'ni yechiladigan bo'ladi. Misol uchun obyektivlarni almashtirib ishlanadi. Aytishingiz mumkin, hamma vazifani bajarishga bitta yaxshi obyektiv olsa bo'lmaydimi? Unaqa obyektivlar bor, lekin unaqa obyektivlar juda ham katta va juda ham qimmat turadi. Obyektiv tanlayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi e'tibor beradigan narsa sizni syomkangiz turi. Ya'ni misol uchun sizni syomkangizda modellar bilan ishlaysizmi? Nechta odam bilan ishlaysiz? Bitta odammi, ikkita, uchta odammi yoki ko'payib ketishi mumkinmi odamlar? Misol uchun to'y sohasida ko'pchilik standart 24 ga 105 obyektiv bilan ishlaydi. Bu juda ham qulay. Ko'pchilikni olayotganda ham va detalli kadrlar olayotganda ham o'sha obyektivni o'zi bilan siz cheklanishingiz mumkin. Lekin siz ijodkor odam bo'lsangiz, ko'proq obyektivlar bilan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun portretniy kadrlar uchun 50 tali 1.2 diafragmali obyektivimiz bor. Bu yerda mana shirokouгольный kadrlar uchun Canon'ning 14 ga 35 obyektivi bor. Shirokouгольный obyektivlarning ustunligi kengroq o'lchamdagi narsalarni bemalol videoga olishingiz mumkin. Misol uchun kichikroq xona bo'lsa yoki ko'proq insonlarni sig'dirmoqchi bo'lsangiz kadrga juda ham zo'r tanlov. Undan tashqari zdaniyalarni, uylarni olayotganingizda ham bu sizga yaxshigina asqotadi. Portretniy obyektivlarning ustunligi diafragmasida. Qancha diafragmasi ochilsa, ya'ni 1.8, 1.2, 1.0 shunchalik sizga ko'proq yorug'lik beradi. Undan tashqari orqa fonni chiroyli qilib yuvib beradi. Misol uchun mana shu obyektivimiz ham 1.2 diafragmaga ega, lekin buni 1.8 diafragmali 50 taligi ham bor. Nisbatan farq jihatida bu qimmatroq yuradi. Chunki 1.8 ga qaraganda bu ko'proq diafragmasini ko'proq ochganning hisobiga kadrlaringizni yuvib beradi. Undan tashqari ko'proq yorug'lik beradi kadr o'tganingizda. Bu yorug'lik ham sifatga baribir to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Teleobyektivlarga keladigan bo'lsak, asosan uzoq masofadagi kadrlarni olishga zo'r, bu ideal tanlov. Xo'p, bularni tanlayotganda ham diafragmasiga qaraymiz va narxiga qaraymiz. Обязательно diafragmasi qancha katta bo'lgan sari narxi ham oshib boradi. Misol uchun to'y sohasida bo'lsangiz, ushbu obyektiv yordamida uzoqdan случайный kadrlar qilishingiz mumkin. Bu juda ham asqotadi, juda ham chiroyli случайный kadrlar chiqarsangiz bo'ladi. Kamera tanlayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Qanaqa kamera olay savollar bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, pulingiz yetgan kameralarni orasida eng zo'rini oling. Misol uchun $1000 gacha bo'lsa, video uchun bo'lsa Sony A7 III. $2,5-3,000 bo'lsa pulingiz Sony S3. Misol uchun undan ko'proq bo'lsa FX3. Shu pulingiz yetgan kameralar orasida eng zo'rini oling. Eng yaxshi variant o'sha. Pulingiz bormi? Yaxshirog'ini oling. Chunki bu ham bekorga qimmat qilib qo'ymagan, bekorga narxi baland emas. Nimadir ustunligi borki, narxi baland. Endi yokida misol rasm, foto uchun foydalanaman, Canon olmoqchiman desam, ham xuddi shunaqa. Budjet kamroqmi? Mark 3, Mark 4 yokida R7 yokida 7D misol uchun. Sal bemalolroq bo'lsa R6, undan ham ko'proq bo'lsa R5. Misol budjetdan kelib chiqib, baribir hamma narsa bo'ladi. Xuddi shunaqa kamera tanlayotganingizda ham birinchi o'rinda baribir budjetdan kelib chiqib ish qilasiz. Lekin maslahat beraman, polnokadroviy flagman kamera tanlashni. Misol uchun Canonning ham polnokadroviysi bor, crop bor. Crop olganingizdan ko'ra polnokadroviy olsangiz hamma tomonlama siz yutasiz.